Saharlik paytida yeyish mumkin bo'lmagan taomlar. Birinchisi bu osh. Ha o'rtoqlar, osh. Aynan osh guruchlardan, ya'ni oddiy uglevoddan ko'p tashkil topganligi sababli oshni yeganingizdan keyin 2 soatdan keyin qorningiz ochib ketib qoladi. Shuning uchun saharlikka osh aslo yaramaydi. Iftorlikka oshni bemalol iste'mol qilishingiz mumkin. Ikkinchisi bu qozon kabob. Ya'ni yog'liqqina, go'shtlikkina, sho'r, tuzlari baland bo'lgan qozon kaboblar ham mumkin emas. Kun davomida chanqatishi mumkin va qiynab qo'yishi mumkindir. Iftorlikka tuzini kam qilib, bemalol iste'mol qilsangiz bo'ladi. Va uchinchisi bu kashalar o'rtoqlar. Grechka, manniy kasha, овсяной kasha, bular dondunlardan tayyorlangan bo'lganligi sababli bular juda ham tez hazm bo'lib ketadi. Och qolishingizga, qiynalib qolishingizga sabab bo'lishi mumkindir.